Bugun sanamiz 27-yanvar. Bizning akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot instituti Andijon ilmiy tajriba stansiyasida urug'li mevali daraxtlarga shakl berish jarayonini so'nggi kunlarda turibmiz. Mana o'lkamizga qish fasli kelib, qish faslining so'nggi oyida yoqqan qor dala bog'larga o'zini samarali ta'sirini ko'rsatyapti. Bu yoqqan qorning asosiy xususiyatlari shundan iboratki, bog' qator oralariga kuzgi shudgorlash ishlari amalga oshirilgan. Bir paytda yoqqan qor afzallik tomonlari bu tuproqni maydalashishi, tuproq tarkibidagi azot miqdorining oshishi, tuproq qatlamining mineral moddalarga boyitishi va yahob suv berish qiyin bo'lgan hududlarda ko'chat ekilgan lalmi, ya'ni yomg'ir suvi, qor suvi bilan sug'oriladigan dehqonchilik yerlariga katta xususiyatlarni o'zida mujassam etgan. Hozirgi kunda biz mana urug'li mevalarga shakl berishlarini so'nggi kunlarda turibmiz. Endi biz azaldan urug'li mevali daraxtlarni qishda chilla kirgandan keyin kesar edik. Endi ilmiy asoslangan holatda urug'li mevalarni kesishni yakunlab, endi biz chilla chiqqandan keyin kesish mumkin bo'lgan danakli mevali daraxtlarni hozirgi kunda kesib, buni ilmiy yondashish bilan bir natijaga erishish uchun harakat qilmoqdamiz. Va ertadan boshlab danakli mevalarga shakl berib, bularni kuzatuvlar olib borib, ilmiy asoslab, tajriba asosida kesish jarayonlarini amalga oshirishni rejalashtiryapmiz.